Salam aziz tordaşlar, hemmenlerce vaxt güldün güzel olsun. Ben şayalık dostumla Aygüldün. Hemmenlegi mikrim bilen otuq salandırmayasın aziz tordaşlarım. Şu uzun boldu ekran yüzüge avazı sözlep çıkıp bulamay kaldım aziz tordaşlarım. Özüm yalğız olğan ki maşı yanı öy eptimen, öy can şoq qılıp maşı yanı öyüm küçük bir sebebi bilen şu zopulluğa çıkım bulamadım, zopun tatip ma doyum kayşuluğa çıkıp bulamay kaldım aziz tordaşlar. Hem de hazır maşı yanı öyümge küçük mi kırıp oldum, işlerim berak kurumut tügidi. Şuna Muşu şaya xalq o'qib qalsanglar, men zo'pinim ne sirib atmay ko'rishinglarni chin yuragimda umid qilaman. Burun o'ltiga uyim muşu yillo shavchi Kumushbuv o'ltiraq rayoni yana burunqi koni budoyninki o'rniga solgan o'ltiraq rayoni astorlashtiraman. Men Ma'riflar o'ltiraq rayoni bilan yondosh. Birinchi boshlang'ichga yaqin, doktorxonaga yaqin. Anadagi shu tamoq deymiz, shu ish qilib hamma shart-sharoit yaxshi bazani o'tirsida. Mana shu pulimiz ozdi. Ma bu arshu uy oldik, cho'ng uy olamisak, ma kichik uy bo'lsin oldik deydigan aziz do'stlarim. Uyim 60 bin frank uy. Shu uyga ehtiyojimiz bor deydigan to'rdoshlar, telefon nomerim 150 99 29 79 79. Mush telefonni undidor qo'yish orqali va yoki uyingizni ko'rib baqsan bo'pti ekan to'q. Biz mana shunday kichik uyga ehtiyojimiz bor ya bir 2 jantoq ya 3 jantoq deydigan aziz do'stlarim, uyimni ko'rib baqsangiz bo'ladi. Uyninki baraqur ko'rinishlaridan sizlarga hozir yo'llab beraman. Shu shaya xalq o'qib qolsanglar, bir foydalanib qolsanglar aziz do'stlarim. Uyni elektr saymalari to'liq aziz do'stlarim. Ko'rayotganingdek ishik memasoluk, ishikdan kirgandan keyin mehmonxona zal. 60 bin frank ödegen ancha pek çoğ emas, lekin burun sağgan bina bo'lg'achqa 60 bin frank, bu 60 bin frank uy hozirgi 75 bin frankchilik kildi. Uyni ko'zingizda ko'rgan chog'da uy haqiqatan cho'nka 70 bin frank 75 bin frankchilik chiqirga deb o'ylab qolsanglar aziz do'stlarim. Uy nihoyatda pok izratlik. Bu uyni 2011-yil setib olgan uy bo'lib, opam 2017da to'yib ketibdi. 6 yil opam bilan birga yashaptimiz. Undan keyin 2017dan boshlab hazır kadar 8 yıl balam bilan yaşaptım. Hesapta bu binani setib olg'ili 14 yıl bo'pti. 14 yıl o'ltiga uy. Endi bir balam bo'lganligi uchun, endi hozir ag'a uyim cho'ng. Shunga bir o'g'lim bo'lgan bo'lsa, o'g'limni o'lsam, ma uyda o'ltirsa bo'ldi desam bo'ladi, o'g'lim bo'lmagan keyin setib o'tay deb o'ylab qoldim. Mushundaq pok izratlik ehtiyojimiz bor deb bazarning ichida maktabga yaqin, doktorxonaga yaqin, har jihatdan pastga tushsaklam bazar deydigan to'rdoshlar o'qib qolsanglar, cho'ng uy ololmasanglarmi, bunday bir kichik uyga ehtiyojimiz bor deb ikkinchi qo'l bütün daramlari bor, kiriblam o'ltirsak bo'g'dak uy olsak bo'ldi deydigan to'rdoshlar yuqorgi telefon nomeri bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Uy nihoyat pok izratlik, lekin bu uydan suyunib qolsa to'rdoshlar. Mavi aşxana uyinin görünüşü, mayaga darmak qo'ydigan o'rin. Ma uy 60 bin frank bo'lgan bilan, ma uyda 120 bin frank uyda bor ishkapli bor. Ishkap bekchi. Foydalanğıdak yerdan foydalanib jon shu qiptiki, opam o'z vaqtimda. Bu uyninki yeni birsiga dishashisi bor, dishashisi ma cho'ng. Dishashidan g'am qilsanglar bo'ldi, qattiq quruqni qo'ysanglar. Anadan keyin muncha yo'l quruq 2 ga arilgan, munchami cho'ng. Bu uydan aylakda saymalardan hech qanday nemin achkatmadim. Shijimi chanzdun shiji taq og'il 2 yil bo'lgan. Ma u qo'l juydigan o'rinma ichidagi maxsus kirxonam. Mashaga kirlarini o'z tashlab shijida kirni yuvib qilsanglar bo'ldi. Yeni birsiga bu uyning eng afzal sharoiti uburni munchamniki derisi bor. Anadagi yeni birsiga ma ustidagi ma bo'shliqqa mana oyoqni saldigan yer, oyoq qo'ydigan o'rin. Bu munchima 2 ga yo'l quruq arilgan. Qish vaqti bak isiydi ma uya, kaltishdan asmay ko'dan qish chiqirsizlar. Nayt bak isiydi. Xalqdan so'rab baqsan bo'ldi. Ma'riflar o'taraq rayonidagi yillo shovchining uylari qanday isiydi deb. Uy bak isiydi. Bir qishda 950 koy parpul to'lab bilan bir qish chiqirsizlar aziz do'stlarim. Uy pulsim shundaq azan chiqidi. Mushundaq pokiz uyga ehtiyojim bor desanglar, yuqorgi telefon nomeri bilan aloqalashsanglar bo'ladi.